أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم bugungi kitobimizni mutolaasini boshlaymiz biiznillohi taala. Kitob nomi Qur'oni Karimning Duru javohirlari. Muallif Abu Hamid G'azzoli rahimahulloh. Bismillahir rohmanir rohim. Mehribon va rahmdil Alloh nomi bilan boshlayman. Muallif muqaddimasi. Barcha hamd va sanolar butun olamlar Robbi Alloh taologa, uning salovat va salomi o'zining nabiysi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning ahli baytlari va jamiki sahobalariga bo'lsin. Qur'oni Karimning Duru javohirlari deb nomlangan kitobimizning mundarijasi haqidagi fasl. Ey inson, Alloh taolo sizni hidoyatga boshlasin. Bilingki, biz bu kitobni 3 qismga bo'lib tartibladik. Birinchi qism muqaddimalar va o'tgan mavzular haqidagi qism. Ikkinchi qism maqsadlar haqidagi qism. Uchinchisi keyin keladigan mavzular haqidagi qism. Har biri bilan batafsil bayoni keladi. Birinchi qism muqaddimalar va o'tgan mavzular haqida. Bu qism 19 faslni o'z ichiga oladi. Birinchi fasl. Qur'oni Karim bahri muhit, ya'ni cheksiz ummonligi. O'zida turli javohir va nafis durlarni jamlagani haqida. Ikkinchi fasl Qur'oni Karimning maqsadlari va nafosatlarining qamrovi haqida. Bu qamrov 6 qismdan iborat bo'lib, 3tasi asliyat va 3tasi uni to'ldirish uchun keladi. Uchinchi fasl 6 qismning har birining sharhi haqida. Bu kengayib 10 ta qismga aylanadi. 4-fasl 10 qismdan barcha ilmlarning tarqalish kayfiyati haqida, ya'ni shar'iy ilmlar haqida. Qur'oni Karim ilmlari sadaf ilmiga, javohirlar ilmiga taqsimlanishi va bu ilmlarning bayoni haqida. 5-fasl avvalgilarning va ulardan bo'lgan oxirgilar ilmining taqsimlanishi kayfiyati haqida. 6-fasl esa Qur'oni Karim o'zida kibriti ahmar, ya'ni qizil fosforni, ya'ni falsafa toshini katta shifo, noyob misk va boshqa bebaho duru toshlarni mujassam etganining ma'nosi haqida. Buni faqat shahodat olami bilan malakut olami o'rtasidagi muvozanat kayfiyatini biluvchigina biladi. Xo'p, solihalar, yana bir ma'lumotni aytib ketaman. Bu kitobni eshitish jarayonida agar savol tug'ilsa, tushunmovchiliklar bo'lsa, chatga yozsanglar, men mutolaani tugatganimizda oxirida savolinglarga Alloh qodir qilganicha javob berishga harakat qilaman. Ya'ni misollar bilan tushuntirishga harakat qilaman. Va bu kitob biroz tushunishga qiyinroqlik qilishi ham mumkin. Sababi ichida shar'iy ilmlar bor, ya'ni shar'iy ilmlardan kelgan ma'lumotlar ham bor, lekin iloji boricha tushuntirishga harakat qilaman. Bu kitobni kanalga e'lon yuborganimda yozdim. Tushunish uchun keng fahm, kuchli zehn va asosiysi sabr kerak bo'ladi. Sababi bu kitobni o'qish jarayonida ham keng fahmlab tushunishga harakat qilishimiz kerak. Bu yerdagi jamiki ma'lumotlar Qur'ondagi biz bilmagan, biz tasavvur ham qilib ko'rmagan cheksiz ne'matlar, cheksiz mo'jizalarni his qilamiz. Shuni inshaalloh harakatidamiz. Xo'p, davom etaman. 7-fasl. Qur'oni Karimda malakut olami ma'nolarini bayon etishda nima uchun shahodat olamidan olingan misollar keltirilgani haqida. 8-fasl. Malakut olami bilan shahodat olami o'rtasidagi aloqa sababini qanday bilish haqida. Ya'ni malakut olami, farishtalar olami bilan shahodat olami o'rtasidagi aloqa sababini qanday bilish haqida. 9-fasl kibriti ahmar, daryoqi akbar, miski azfar, ud, yoqutlar, durlar va ulardan boshqalarning tarkibidagi sirli belgilarning yechimi haqida. 10-fasl mazkur sirli belgilardagi foydalar haqida. Biz hozir kitobdagi jamiki ma'lumotlarni faqatgina mundarijasini ko'rib chiqyapmiz. Har biri bilan batafsil hozir ko'ramiz inshaalloh. 11-fasl Qur'oni Karimdagi ba'zi oyatlarning ba'zi oyatlarga nisbatan fazilatliroq bo'lishi haqida. Vaholanki, ularning hammasi ham Alloh taoloning kalomi-ku.
12 fasl esa Fotiha surasining sirlari, Qur'oni Karimning nafis 10 sifati jumlasidan bo'lgan 8 sifatni o'z ichiga olgan Fotiha surasi haqida. Shuningdek, Ar-Rahman va Ar-Rahim oyatining bir qancha ma'nolari va bunga qo'shimcha hayvonlarning yaratilishi haqida ham gaplashamiz. 13 fasl. Jannatning 8 eshigi Fotiha bilan ochilishi va Fotiha surasi jannatning hamma eshiklari uchun kalit ekanligi haqida. 14 fasl. Oyatal Kursi, Baqara surasi 255-oyat haqida. Nima uchun bu oyat karima Qur'oni Karim oyatlarining eng ulug'i bo'lgani haqida gaplashamiz. Nima uchun Oyatal Kursi oyat karimasi ulug'i bo'lgan? Oyat karimasi Shahidallohu Oli Imron surasi 18-oyat va Qul huvallohu ahad Ihlos surasi 1 va 4-oyatlar. Hadid surasining 1 va 6-oyatlar. Va Hashr surasidagi 21-24-oyatlar va boshqa oyat karimalardan ulug'roq ekanligi haqida gaplashamiz. Oyatal Kursini mana bu sanab o'tgan oyat karimalardan ulug'roq ekanligi haqida suhbatlashamiz. 15 fasl. Nima uchun Ihlos surasi haqiqatda ham Qur'oni Karimning 3dan 1ga to'g'ri kelishi haqida. 16 fasl. Nima uchun Yosin surasi Qur'oni Karimning qalbi ekanligi haqida suhbatlashamiz. 17 fasl. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nima uchun Fotiha surasini Qur'oni Karimning eng afzali deb xos qilganlari va Oyatal Kursi oyati Qur'oni Karim oyatlarining eng ulug'i ekanligi haqida suhbatlashamiz. 18 fasl. Oriflarning holi bayonida ular bu dunyoda kengligi osmonlar va yerdan ham keng bo'lgan jannatdadirlar. U jannatning mevalari hozir va yaqindir. Ulardan uzoq ham bo'lmaydi va ulardan qaytarilmaydi. 19 fasl. Qur'oni Karim javohirlarini bir ipga tizish va uning durlarini esa boshqa bir ipga tizishda yuzaga kelgan sababning siri haqida. Bular 19 fasldan iboratdir. Hozir sanab o'tgan 19 fasl. Demak, xo'p. Boshladik. Ikkinchi qism. Maqsadlar haqida. Bu qism Qur'oni Karim oyatlarining mag'zini o'z ichiga oladi. Ushbu oyatlar ikki andozadan iboratdir. Birinchi andoza javohirlar haqidagi andoza. Bu andozadagi Alloh taoloning zoti, sifatlari va xos fe'llari haqida kelgan oyatlar kiradi. Ya'ni javohirlar haqidagi andoza mana shu bobda Alloh taoloning zoti haqida, sifatlari haqida va xos fe'llari haqida suhbatlar bo'ladi. Ikkinchi andoza durlar haqidagi andoza. Bu andozada oyatlar sirotul mustaqim bayoni xususida to'g'ri yo'lga qiziqtirish haqida kelgan oyatlardir. Bu amaliy qismdir. Ikki andozaning xulosasi haqidagi fasl. Uchinchi qism esa qo'shimcha qismlar haqida. Qo'shimcha qismga nimalar kiradi? Ushbu qismning maqsadi shu oyat karimalardan hosil bo'lgan maqsadlarning barchasini hisobga olib, qamrab olishdir. Bu hisobda bir qancha oyatlar o'z aksini topgan. Bu alohida bir kitob hisoblanadi. Kim xohlasa uni yozib olishi mumkin. Biz bu kitobni dunyo asoslari haqidagi 40 kitob deb nomladik. Kitobning asli 10 asosga qurilgan ilmlarga va amallarga bo'linadi. Ular esa zohiriy va botiniy amallarga taqsimlanadi. Zohiriy amal deb tashqarida ko'rinadigan amallar. Masalan, zohiriy amalga namoz kiradi. Xo'p, zakot kiradi, haj, umra, shunga o'xshash amallar ko'rinib turgani uchun zohiriy deyiladi. Botiniy amallar bu endi qalbning ichida bo'ladi, tashqariga bilinmaydi. Demak, ular esa zohiriy va botiniy amallarga taqsimlanadi. Zohiriy amallarning barchasi yana 10 asosga asoslanadi. Botiniy amallar esa 2 ga. Birinchisi qalbni yomon sifatlardan poklash vojibligiga, ikkinchisi qalbni yomon sifatlardan va axloqlardan xoli qilish vojibligiga bo'linadi. Yaxshi axloqlarning asli ham, yomon amallarning asosi ham 10 asosga bo'linadi. Qo'shimcha qism ham 4 qismga bo'linadi. Birinchisi ma'rifatlar qismi, ikkinchisi zohiriy amallar qismi, uchinchisi yomon axloqlar qismi, to'rtinchisi yaxshi axloqlar qismi.
Xo'p, demak, ma'rifatlar haqida ular 10 asosga asoslanadi dedik. O'sha 10 asos Alloh taoloning zoti, zoti sharifning pokligi haqidagi asos, qudrat haqidagi, ilm haqidagi, iroda haqidagi, eshitish va ko'rish, kalom haqidagi asos, fe'llar haqidagi asos, qiyomat kuni haqidagi asos, payg'ambarlik haqidagi asos. Bu masalalar aqidaviy ilmlarga bir-biriga chambarchas bog'liq. Aqidani bilganlar, aqida ilmini biladigan solihalar bo'lsa, bu mavzularni osonlik bilan tushunishadi. Xotima. Ishlarning haqiqati haqida bilishni istovchilarga ogohlantirish borligi haqida. Ikkinchi qismni zohiriy amallar haqida, ular ham 10 asosdir. Aytganimdek tepada zohiriy amallarga namoz kiradi. Ya'ni namoz haqidagi asos, zakot haqidagi asos, ro'za haqidagi asos, haj haqidagi asos, Qur'oni Karim qiroati haqidagi asos, zikrlar haqidagi asos, halolni talab qilish haqidagi asos, chiroyli xulq haqidagi asos, amri ma'ruf va nahiy munkar haqidagi asos, sunnati sharifaga ergashish haqidagi asos. Jamiki 10 ta asoslar, bular zohiriy amallar. Shuning uchun zohiriy amallar haqida bular bir ichiga kirib ketyapti. Xotima esa aytiladigan va o'qiladigan virdlar tartibi haqida barchaga kenglik borligi haqida ma'lumot berishlik bo'ladi bu yerda. Uchinchi qism bo'lsa, yomon axloqlarning asoslari. Bularga nafsni yomon axloqlardan poklash vojib bo'ladi. Ular 10 asosdir. Taomga ochko'zlik qilmasligi, masalan, taomga ochko'zlik haqidagi asos. Sergaplik haqidagi, g'azablanish, hasad qilish, boylikni yaxshi ko'rish, mansabni yaxshi ko'rish, dunyoni yaxshi ko'rish, kibrlanish, manmansirashlik, riyokorlik. Shu kabilar 10 ta asos bo'lyapti. Xotima esa bir qator turli axloqlar va g'ururga borish haqida. Hozir biz hali ham muqaddimada ketyapmiz solihalar. Mavzuga tushunmayapmiz deb xayolga bormanglar, chunki hali mundarijadamiz. 4-qism. Yaxshi axloqlarning asoslari haqida. Ular 10 asosdir. Tavba haqidagi asos, xavfu rajo haqidagi asos, zohidlik haqidagi asos, sabr haqidagi asos, shukr, ixlos va rostgo'ylik, tavakkul, muhabbat, qazoga rozilik, o'lim va uning haqiqati haqidagi va ruhoniy jazo turlari haqidagi asos. Alloh taoloning qalblarini o'rtab yuboruvchi alangali olovi bayoni. Ya'ni do'zax haqida ma'lumotlar beriladi bu yerda. Xotima barchani mazkurlarni fikrlashga va hisob-kitob qilishga yo'llash haqida. Ana endi so'zimni boshlayman. Mundarijani ko'rib chiqdik. Endi boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahmdil Alloh nomi bilan. Boshlaymiz. 1-fasl. Qur'oni Karim buyuk dengizligi va o'zida turli javohirlar va nafis turlarni qamrab olgani haqida. Diqqatimizni yig'ib olamiz solihalar, chunki bizda asosiy matn boshlandi. Xo'p, hozir bitta ko'rib oling. Ovozim boryaptimi? Chatga yozib oringlar. Ovozim boryaptimi? Ovozdan muammo yo'qmi? Chatga yozib o'rsanglar bilib olaman. Kanalni chatiga yozsanglar, ovozim boryaptimi yo'qmi bilaman. Tamam. Ovozda muammo yo'q-a? Xo'p. Ahsant, barakalloh. Idan hayya nukmilu. Barcha kitoblarning ochuvchisi Alloh taologa hamd va uning elchilariga hamma xitoblarning xotimasi bo'lmish salovat aytgandan so'ng men seni mudrashingdan ogohlantiraman. Qaytaraman. Barcha kitoblarning ochuvchisi Alloh taologa hamd va uning elchilariga hamma xitoblarning xotimasi bo'lmish salovat aytgandan so'ng men seni mudrashingdan ogohlantiraman. Ya'ni bu kitobni eshitayotgan, o'qiyotgan insonga qarata aytilayotgan so'zlar bular. Qalb mudriydi bu kitobda. Qalb tiriladi, uyg'onadi, fikrlar uyg'onadi. Ey tilovatda me'yorni bilmagan, Qur'oni Karimni o'rganishni amal deb ushlagan, Qur'oni Karim oyatlarining zohiriy ma'nolari va jumlalarini tutib olgan inson. Uning g'aroyibotlaridan ko'zingni yumib olib, qachongacha dengiz qirg'og'ida aylanasan? Uning ajoyibotlarini ko'rishing uchun senga dengiz tubiga sho'ng'ish fursati kelmadimi? Uning orollaridagi yaxshi narsalardan terish uchun jaziralariga safar qilishni fikr qilmaysanmi? Dengiz qa'riga sho'ng'ib,
Uning javohirlaridan manfaat olmaysanmi? Faqat dengiz sohili va sathlariga uzluksiz nazar tashlab, uning dur javohirlaridan mahrum bo'lgan nafsingga tanbeh bermaysanmi? Darhaqiqat, Qur'oni Karim buyuk dengiz ekanligi xabari senga yetmaganmidi? Dengiz sohillaridan daryo va jilg'alar tarqalgani kabi, Qur'oni Karimdan avvalgilar va keyingilarning ilmlari tarqalganini bilmaysanmi? Dengiz to'lqinlari og'ushida uning tubiga sho'ng'ib, undan kibriti ahmar, ya'ni falsafa toshini topgan insonlarni ko'rib, sen ham shuni orzu qilmaysanmi? Ularning dengiz tubiga sho'ng'ib, u yerdan qizil yoqut, g'unchali dur va yashil zabarjad olib chiqishlarini ko'rmaysanmi? Ular dengiz qirg'oqlarida kezib, ola-bula anbar va yangi xushbo'y shoxchalarni topadilar. Orollardagi tog'larga tirmashadilar va u yerdagi turli hayvonot va nabototlardagi foydali taryoqlar, shifobaxsh dorivor va kuchli iforga ega bo'lgan misklarni topadilar. Men shu o'rinda birodarlik haq huquqiga binoan sizning duolaringiz barokatidan umid qilgan holda ularning qanday sayohat qilishlariga, dengizga sho'ng'ish va suzish usullariga irshod etaman. Ya'ni bu kitobda shularni o'rganamiz. Biz hozir dengizni chetida, sohilida qotib qolgan insonlarmiz. Va bu kitobni o'qish jarayonida biznillohi taala o'sha dengizga qanday sho'ng'ishlik, u dengizni ichidagi durlarni, javohirlarni topishlik, sho'ng'ib suzish usullarini demak o'rganarkanmiz biznillohi taala. Ikkinchi fasl. Qur'oni Karimning maqsadlari va nafosatlarining qamrovi haqida. Qur'oni Karimning siri, uning sof mag'zi, oliy maqsadi insonlarni oliy jabborga, ya'ni Allohga, dunyo va oxirat sohibiga, buyuk osmonlar va yerlar, ularning o'rtasidagi va ostidagi barcha narsalarning xoliqiga chorlashlikdir. Qur'oni Karimning siri, maqsadi shu bo'lyapti. Shuning uchun ham Qur'oni Karimning sura va oyatlari 6 turda chegaralanadi. 6 tadan 3 tasi avvalgi va asli muhim narsalar haqida. Qolgan 3 tasi o'xshash va mukammal qilib boyituvchi, keyin keluvchi narsalar haqida. Avvalgi 3 muhim narsa. Birinchisi, chorlanayotgan narsaning ta'rifi. Ikkinchisi, to'g'ri yo'lda yurishni vojib qilgan sirot-i mustaqimning ta'rifi. Uchinchisi, to'g'ri yo'lga yetishgan vaqtdagi holatning ta'rifi. E'tibor beramiz. Birinchisi, bizga chorlanayotgan narsaning ta'rifi haqida oldin keng ma'lumotga ega bo'lib olamiz. Ikkinchisi, to'g'ri yo'lda yurishni biz oldin o'rgatilinadi. Vojib qilgan sirot-i mustaqimning ta'rifini oldin eshitamiz, bilamiz. Uchinchisi, o'sha yo'lga, to'g'ri yo'lga yetishgan vaqtdagi holatning ta'rifi haqida suhbatlashamiz. Keyingi mukammal qilib boyituvchi 3 holat. Birinchisi, da'vatga ijobat qilganlar ahvolining ta'rifi va Alloh taoloning ular haqidagi lutflari. Uning siri va maqsadi esa qiziqtirish va targ'ibdir. Allohning da'vatiga yurmaganlarning boshiga kelgan halokat va shiddatli azoblarning ta'rifi. Alloh taolo ularni qanday qilib yer yuzidan yo'qotgani va ularni qattiq azoblagani haqida. Uning siri, e'tiborli maqsadi va qo'rqitishi. Ikkinchisi, bo'yin tovlovchilarning ahvollari haqidagi hikoyalar. Ularning sharmandaliklarini, tortishuvdagi nodonliklarini, haqni bilmasliklarini fosh etish. Uning siri va maqsadi sharmandalik va jirkanchlik botil tarafidadir. Ravshanlik, sobitlik va g'oliblik haq tomondadir. Uchinchisi, yo'l belgilarini o'rnatishning ta'rifi. Yo'lga kerakli anjomlarni olish, unga hozirlik ko'rish va tayyorlanishning kayfiyati haqida. Bu nima degani? Biz hozir shu dengizga suzmoqchimizmi, lekin hali biz bilmaymiz ekan nimalar kerak bizga. Uzoq safarga chiqmoqchimiz. O'sha safarda bizga qaysi anjomlar kerak bo'ladi, qaysi yo'ldan yursak to'g'ri bo'ladi, qaysi yo'ldan borsak osonroq, tezroq, ravonroq, yaxshiroq yetib boramiz. Va o'sha yo'lda yurgan paytda qanaqa bo'ladi? O'sha tartiblarini, kayfiyatini hammasini o'rganarkanmiz. Mana shu 6 qismdan iboratdir. Qur'oni Karim maqsadlarining sharhi. Chorlangan narsa ta'rifida. U Alloh taolo ma'rifatining sharhidir. Shuning uchun ham u kibrita ahmar. Ahmar degani arab tilida tosh degani. Ahmar degani arab tilida qizil degani. Ya'ni qizil kibritdir. Bu ma'rifat quyidagilarni o'z ichiga oladi. Birinchisi, Haq tabaraka va taolaning zotini bilish. Ikkinchisi, uning sifatlarini bilish. Uchinchisi,
uning fe'llarini bilish. Bu 3 bo'lim birlashib qizil yoqutni tashkil etadi. Bular qizil kibritning xos foydalari hisoblanadi. Yoqutning turli darajalari bo'ladi. Qizil, to'q ko'k, nomi giasnit deyiladi va sariq rangli yoqutlar kabi. Qaytaraman. Yoqutda darajalari bo'lar ekan va ular qizil, to'q ko'k va sariq rangli bo'lar ekan. Ularning ba'zisidan nafisroq bo'ladi. Shu kabi bu 3 ma'rifat ham bir xil darajada bo'lmaydi. Ularning nafisligi quyidagi tartibda bo'ladi. Birinchisi, zot ma'rifati, ya'ni uni tanish. Bu qizil yoqutdir. Undan keyingi qatorda sifatlarning ma'rifati, ya'ni uni bilish. Bu to'q ko'k yoqut hisoblanadi. Navbatdagi esa fe'llarning ma'rifati, ya'ni uni bilish. Bu sariq yoqutdir. Bu yoqutlarning eng qiymatlisi va noyobi, eng nafisi hisoblanadi, ya'ni Allohning fe'llarini bilishlik. Bunday nafis yoqut noyob bo'lgani uchun podshohlar unga oz miqdorda egalik qiladilar. Undan boshqa sifatdagi yoqutlar esa ko'p bo'lib, podshohlar ularga to'liq egalik qiladilar. Shu kabi zotning ma'rifati, ya'ni uni bilish doirasi juda tor. Unga yetishish juda qiyin. U haqda fikrlash esa o'ta og'ir va uning zikrini qabul qilish oson emas. Shuning uchun Qur'oni Karim ulardan ba'zisini faqat ishoralar bilan bayon etadi. Ma'rifatning zikri mutlaq pok zotning zikriga qaytadi. Buning misoli quyidagi oyatlardir. Estauzu billah, laysa kamithlihi shay. Shura surasi 11-oyatda uning mislidek biror narsa yo'qdir. Oyatdagi mislidek so'zi zotidek deb tafsir qilingan. Aks holda uning misli bor, lekin mislidek narsa yo'q degan ma'no chiqib qoladi. Oyatning arabchasida ham ikkita tashbih kalimasi ishlatilgan, ya'ni ka mitlihi. Bu xildagi iboralar arab tilida ko'p bo'lgani bois, hech kim uning zohiriy ma'nosini hisobga olmay ishlataveradi. O'zbek tilida ham shunga o'xshash iboralar ko'p. Masalan, na o'qiydi va na ishlaydi. O'rniga goho na o'qimaydi va na ishlamaydi deymiz. Garchi zohiriy ma'nosi o'qiydi va ishlaydi bo'lib qolsa ham. Oyatdagi ikki tashbih kalimasining biri ziyoda kelgan deb izoh bergan olimlar ham bor. Ihlos surasida shu holda namoyondir. Yana ma'rifatning zikri mutlaq ta'zimga ham qaytadi. Buning misoli quyidagi oyatda namoyondir. Estauzu billah, subhanahu va ta'ala amma yasifun. Ya'ni An'am surasi 100-oyatda u Alloh bular tavsif etayotgan sifatlardan pok va a'lodir. Ikkinchisi, Alloh taoloning sifatlarini bilishlik. Bularni bilish bir muncha oson va bilish yo'li ham kengroqdir. Sifatlari haqida so'zlash doirasi ham tor emas. Shuning uchun ham ilm, qudrat, hayot, kalom, hikmat, eshitish, ko'rish va ulardan boshqa eslatuvchi oyat karimalar ko'pdir. Alloh taoloning fe'llari uchinchisi. Ular bepoyon dengizdir. Uning uzoq qirg'oqlariga yetib bo'lmaydi. Vujudiyatda Alloh taolo va uning fe'llaridan boshqa narsa yo'q. Uning o'zidan boshqa narsalar uning fe'lidir. Lekin Qur'oni Karim shahodatni, ya'ni mavjud olamdagi ulkanlaridan voqea bo'lganini o'z ichiga oladi. Osmonlar, yulduzlar, yer, tog'lar, daraxt, hayvon, dengizlar, nabototlar, osmondan chuchuk suvning tushishi, nabototlarning paydo bo'lish sabablari va hayot kabilar bunga misoldir. Bularning barchasi zohirdir. Ularni his qilish mumkin. Ammo Alloh taoloning eng sharafli fe'llari va ularning eng ajoyibi va ulug' yaratuvchisining buyukligiga dalolat qiluvchirog'i. Bu his qilish uchun dalolat qilmaydigan fe'llardir. Aniqrog'i bu malakut olamidir. Malakut farishtalar olami. Malakut olamiga maloikalar ham, ruhoniyatlar ham, ruh va qalb dohildir, ya'ni kiradi. Ya'ni odamzod jumlasidan bo'lgan orif billahni, ya'ni Alloh taoloni yaxshi tanigan orifni nazarda tutyapman. Ruh va qalb ham g'ayb va malakut olami jumlasidan bo'lib, mulk va shahodat olamidan xorijdadir, ya'ni tashqarida. Malakut olamiga yana inson jinsi uchun vakil qilingan yer maloikalari ham dohildir.
Ular Odam alayhissalomga sajda qilishgan. Yana inson jinsiga bo'ysundirilgan shaytonlar ham shu jumladandir. Ular Odam alayhissalomga sajda qilishdan bosh tortishgan. Malakut olamiga, yana osmon farishtalari va karrubiylarning eng mashhurlari ham qo'shiladi. E'tibor beringlar, qaytaraman. Malakut olamiga osmon farishtalari va ulardan tashqari karrubiylar degan mashhurlari ham qo'shiladi. Karrubiylar kim desak, ular muqaddas dargohda doim turuvchilardir. Ular hech qachon odamlarga iltifot ko'rsatishmaydi. Ularning Alloh taolodan boshqaga aslo iltifotlari yo'q. Ular Robbul Izzaning jamoli va jaloliga g'arq bo'lishgan. Ularning barcha lahzalari uning o'ziga xosdir. Ular kecha-yu kunduz uzluksiz ravishda Alloh taologa tasbih aytadilar. Alloh taoloning bandalari orasida ham uning jaloliga mashg'ul bo'lib, odam zurriyotlariga iltifot qilmaydigan kishilarni topishing qiyin emas. Ya'ni insonlarning orasida ham shunaqa insonlar bor. Odamzod bu chegarani poyonsiz deb bilmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam dedilar: Alloh taoloning quyosh sayri bo'yicha 30 kunlik kenglikka ega bo'lgan oppoq yeri mavjud bo'lib, unda dunyo kunlariga o'xshash 30 kun ham bor. U yerdagilar yer yuzida Alloh taologa gunoh qilinishini bilmaydilar va Alloh taolo odam va iblisni yaratganini ham bilmaydilar. Bu hadisni Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bo'lib, u kishi bu hadis sharif orqali Alloh taoloning mulki behad kengligini bayon qildi. Bilingki, Alloh taoloning ko'p fe'llarini va ularning eng sharaflisini ko'pchilik xaloyiq bilmaydi. Ularning idroklari hissiyot va hayolot olamiga xosdir. Hissiyot va hayolot olami malakut olami natijalarining yakunidir. Bu sof mag'izning so'nggi po'stlog'idir. Bu darajadan o'tmagan kishi xuddi anor deyilganda uning po'stlog'inigina biladigan odamga o'xshaydi. Insonning ajoyibotlaridan biri uning yuzidir. Bu birinchi qismning jumlasidandir. Uning ichida turli yoqutlar mavjud. Xususan, senga shular haqida vorid bo'lgan bir qancha oyat karimalarni tilovat qilamiz. Ular Qur'oni Karimning qaymog'i, qalbi, mag'zi va siridir. Alloh taologa borish yo'lining ta'rifi haqida. Davomi. Bunga Alloh taolo aytganidek, tabattul, ya'ni butunlay uzilish, ajralish, o'zini bag'ishlash orqali erishiladi. Alloh taolo shunday marhamat qiladi: Astag'uzu billah va zkur isma robbika va tabattal ilayhi tabtila. Robbingizning nomini mudom yod eting va unga butunlay ajraling. Muzammil surasi 8-oyat. Alloh taologa butunlay ajralish bu unga iqbol qilish, undan boshqadan yuz o'girish orqali bo'ladi. Quyidagi oyat karima buni tarjima qiladi. Robbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu vakila. U Alloh mashriq va mag'ribning parvardigoridir. Undan o'zga iloh yo'qdir. Bas unigina vakil, himoyachi qilib oling. Muzammil surasi 9-oyat. Unga iqbol qilish nafs xohishiga bo'ysunmaslik, unga qarshi borish dunyo iflosliklaridan pok bo'lish, qalbni dunyo istaklaridan tozalash orqali amalga oshadi. Buning natijasi Alloh taolo aytganidek najotdir. Qad aflaha man tazakka va zakara isma robbih fasalla. Najot topuvchi odam haqiqatdan kufr va gunohlardan pok bo'lur va Parvardigorining ismini yod etib 5 vaqt namoz o'qir. A'lo surasi 14-15-oyatlar. Bu yo'lning asosi 2 ishdadir. Lozim tutish va xilofda bo'lish. Alloh taoloning zikrida bardavom bo'lish. Bu lozim tutish hisoblanadi. Qaytaraman. Alloh taoloning zikrida bo'lish bu lozim tutish hisoblanadi. Alloh taolodan mashg'ul qilib qo'yish bu xilofda bo'lishdir. Mana shu holat Alloh taologa safar qilishdir. Bu safarda musofir tomonidan ham va safar qilinayotgan tarafidan ham biron bir harakat yo'q. Har ikkisi ham birgadir. So'zlovchilarning eng rostgo'yi bo'lmish Alloh taoloning so'zini eshitmagansanmi? Oyat keltirilyapti. Qof surasi 16-oyatda insonni biz yaratganmiz.
Demak, uning nafsi vasvasa qiladigan narsalarni ham bilurmiz. Biz unga bo'yin tomiridan ham yaqinroqdirmiz. Ya'ni nafsi vasvasa qiladigan, ko'nglidan o'tadigan, shunchaki ko'nglidan, xayolidan bo'ladi-ku, yomon xayollar, yomon fikrlar keladi. Ular hammasi shaytoniy vasvasalar bo'ladi. Shu haqida gap ketyapti. Tolib va matlub xuddi oynada ko'ringan surat kabidir. Lekin oynaning yuzi zanglagani sababli surat oynada yaxshi jilo bermaydi. Masalan, bir surat bor, oyna deylik, yuzi iflos holatda. O'sha holatda o'sha surat oynada o'z aksini topmaydi. Qachon oynaning yuzini artib tozalasang, zangini ketkazsang, shunda surat ko'rinadi. Oyna oldidagi suratni qancha yaqin qo'ysang ham va oynani suratga yaqinlashtirib harakatlantirsang ham surat ko'rinmaydi. Sababi bizda suratning yuzi iflos holatda. Ammo o'rtadagi hijob, to'siq yo'qolsa, surat ko'rinadi. Alloh taolo o'zining zoti bilan jilolanadi. U aslo g'oyib bo'lmaydi. Zero nur yo'qolishi mumkin emas. Nur bilan barcha g'oyib narsalar zohir bo'ladi. Alloh taolo osmonlar va yerning nuridir. Xo'p, kecha kanalga yuborgan so'z shu kitobdan edi. Ya'ni ko'z qorachig'idagi nur ikki sababdan yo'q bo'ladi. Yo ko'z qorachig'idagi kir ifloslik sababli. Ya'ni bu tashqarida. Ko'z qorachig'ining yuzasida ifloslik bo'lsa. Yokida ko'z qorachig'ini o'zini zaifligi sababli. Bu vaqtda ko'z qorachig'i yarqiragan kuchli nurni ko'rolmaydi. Demak, sen ham qalb ko'zdagi qudrat, ya'ni kirlarni tozalamog'ing. Qalb ko'zi qorachig'ini baquvvat qilishing kerak bo'ladi. Shunda amal oynadagi surat kabi qalbda o'z aksini topadi. Qo'qqisdan, to'satdan oynada uning tajallisini ko'rib qolsang, sen u shunda deb aytasan. Alloh taolo seni aniq so'zi bilan mustahkam sobit qilguniga qadar insoniy tabiatingga ko'ra ilohiylik bilan himoyalanasan. Tepadagi masalada qaranglar. Ko'zdagi qorachig'ni yuzasi iflos bo'lsa ham ko'rmaydi nurini deyilyapti. Yokida ko'z qorachig'ini o'zi zaif bo'lsa ham, ya'ni bu yerda ham zohiriy ifloslik bo'lsa ko'rmaydi, yokida botiniy ifloslik bo'lsa ham ko'rmaydi. Misol uchun buni qalbimiz deb olsak bo'ladi-da. Qalbimizni botini tubi bilan kirga, iflosga, yomon amallarga, yomon masalan to'lgan bo'lsa, botinimiz deganda bu ichimiz degani, qalbimiz. O'sha holatda bizni qalbimiz hech nimani anglamaydi, tushunmaydi. Ya'ni mana bu Qur'onni shunchaki o'qishlik, amallardagi, namozlardagi xushu, huzu yo'qligi, masalan namozdan tashqari ham Alloh bilan suhbatlashish imkoni bor. Hayolan masalan ba'zi insonlar zikrlarni sanog'ini son mingta qilishadi, lekin qalbda nima bo'lmaydi, rohat bo'lmaydi, qalb mazza qilmaydi, haqiqatda yaqinlik bo'lmaydi. Ba'zi insonlarda bor, masalan 2000 ta subhanalloh, alhamdulillah, astag'firulloh sanog'i qanchaligida mas gap bu yerda. Asosiysi o'sha aytayotgan zikrini qalban ham aqlan uni idrok etishlikda. Masalan, subhanalloh, Alloh pokdir, astag'firulloh, Allohga tavba qildim. Ya'ni har bir so'zni, har bir zikrni inson o'zi fikrlash kerak. Va o'sha zikrda qalbi bilan ham aqli bilan, ya'ni faqatgina qalb bilan emas, aql bilan ham, ya'ni nima deyotganini tushunishga harakat qilish kerak. Subhanalloh deyishdan maqsad nima? Alloh akbar deyishdan maqsad nima? Alhamdulillah deyishdan maqsad nima? 200 ta, 300 ta, ya'ni qancha ko'p alhamdulillah deyish boshqa, haqiqatda qalbi bilan, vujudi bilan Allohga hamd aytish boshqa. Xo'p, yana bir narsa bor bu yerda. Bizda qalbimiz kirlanadi. Biz bilmagan holatda ham kirlanish holatlari bo'ladi. Bu masalan g'iybat, tuhmat, hasad, biz bilmagan, e'tibor qilmagan kichkina amallarimiz orqali sekin qalbimizni yuzasi, sekin u e'tibor beringlar, u yuzadagi kirlik, ifloslik, ya'ni ko'z qorachig'ini ustidagi ifloslik sekin bora u botiniga o'tadi.
Chunki biz masalan bir kimligingni bilmoqchi bo'lsak, yoningizga qaraymiz, o'rtog'ingizga qaraymiz deyiladi. Xuddi shunaqa. Bu yerda ham masalan hozir nima bor? Qiyomatga yaqin fitnalar shu darajada ko'p bo'ladiki, insonlar fitnaning ichida bo'ladi. Masalan, oldingi zamonda telefon u darajada rivojlanmagan, u darajada insonlar telefonga yopishgan, kley bo'lmagan. Lekin hozirgi zamonga kelib yoshlar, faqat yoshlar emas, kattalar ham telefonni manqurtiga aylangan. Manqurt degani bu miya ishlamaydi. Miya bora keraksiz bir fikrlanmaydigan, boshqalar nima desa hop deb ketadigan, o'zini fikri yo'q bir bandaga aylanib qoladi. Keyin Instagramda, bitta Instagramda emas, YouTube'da short videolar bo'ladi. Short video nima degani? Bu qisqa videolar. O'shanaqangi qisqa videolarni ko'p ko'rishlik bilan insonni miyasi, sabri uzun hikoyalarni, uzun kitoblarni, masalan, uzun dars qilishlikka, ko'p vaqt o'tirib dars qilishlikka, bir narsani ko'p kutishlikka toqatsiz bo'lib boradi. Bora shunga boradi. Chunki uni ustalari, uni yaratgan insonlar shu uslubda yaratishgan. Sizlarga YouTube'da Shaytonning askarlari degan videolar bor. Ular qism-qismlik bo'ladi. Bu dunyodagi jamiki fitnalar haqida batafsil bayon qilingan. O'sha YouTube'dagi o'sha zapisni ko'rishinglarni maslahat beraman. Aytmoqchi bo'lganim, inson shunchaki bekorchilikdan o'sha qisqa videolarni ko'rishlik bilan sekin o'zi bilmagan holatda qalbi fitnalar bilan, qalbi o'sha keraksiz bir ma'lumotlar bilan to'lib borgani sari inson ilmdan, Allohdan uzoqlashadi. Namozlaridan sekin uzoqlashadi. Namozlardagi xushu yo'qoladi, sekin namozlarning tartibi buziladi. Boshqa amallari ham sekin o'zgaradi. Sababi u qisqa videolardagi ta'qib qilinayotgan fahsh ishlar, hozir bittalab sanab o'tirmayman, lekin u videolarning ichida fahshni targ'ibi bo'ladi. 100% bo'ladi. Chunki ilmiy manfaatli videolar juda ham kam Instagramda. Ilm olaman degan odam Instagramga yoki YouTube'ga kirib o'tirmaydi. Qisqa videolarga xosadan. YouTube'da deylik uzun videolar, darslar bor. Men hozir aytmoqchi bo'lgan narsam qisqa videolar. Shu narsalardan inson o'zini uzoqda tutish kerak. Chunki bo'shliq, har qanday bo'shliq to'lishga harakat qiladi. Siz uni ilm, ma'rifat bilan to'ldirmasangiz, u o'zi keraksiz bir fahsh bir ma'lumotlar bilan sekin qorachiqni yuzasi, ya'ni qalbingizni zohiri, mana bu zohiri kirib boshlab, sekin botiniga qamrab, botinni to'ldirib oladi. Bo'shlig'ingiz keraksiz bir ma'lumotlar bilan to'lib qoladi. Keyin u ma'lumotlarni nima qilish kerak? U ma'lumotlar to'lib bo'lgandan keyin keraksiz ma'lumotlar Allohga yaqinlashishlik qiyin bo'ladi. Allohning haqiqiy bir mo'jizalarini, dunyodagi bir ne'matlarni inson ko'rmaydi. Ko'rmaydimi? Vaholanki unda noshukrlik paydo bo'ladi. Sekin qanoatsizlik paydo bo'ladi. Qazo degandan murod taqdir. Ana shularga sekin banda noshukrlik qilishni boshlaydi. Xoh u lafzan bo'lsin, xoh u qalban bo'lsin. Inson masalan lafz bilan kimgadir gapirish shart emas. Qalban shunchaki noshukrligini ham Alloh taolo eshitadi. Chunki oyatda aytilyapti. Qon tomiridan, bo'yindagi o'sha eng yaqin tomiridan ham biz yaqinmiz. Ko'ngildan o'tadigan har bir fikrlarni Alloh taolo biladi. Xo'p, davom etamiz. Xo'p, sen oynadagini surat emas, balki oynada jilolangan narsa deb bilasan. Agar bir surat oynadan joy olsa, bir holatda bir dona surat ko'p oynalarda jilolanishi tasavvur etilmaydi. Ya'ni oynada surat paydo bo'lsa, bu surat boshqa oynalarda ko'rinmaydi. Bu bo'lishi qiyin narsa. Lekin qator oriflarga bu bir vaqtning o'zida tajalli etadi, ya'ni ko'rinadi. Alhamdulillah. Ayrim oynalarda to'g'ri, aniq, yaqqol va ravshan ko'rinadi. Ba'zi oynalarda esa egrilikka moyil, xira holda ko'rinadi. Ya'ni siz qanchalik ne'matga qanaqangi ko'z bilan qarashingizga qarab, siz qanaqangi filtr qilishingizga, qanaqangi tafakkur qilishingizga qarab hayotingiz shu darajada bo'lib ketaveradi.
Masalan, siz nima qilasiz? Xayolan noliysiz, nolishmi? Sizni oyningiz shunaqangi. Qiying'ir-qiyshiq, toza emas, masalan, keng emas yoki yaxshi joyda joylashmagan, siz ko'rolmayapsiz. Ne'matlarni 100% ko'ra olmayapsiz, 100% uni tafakkur qila olmayapsiz. Lekin siz uni oynangiz sizni, mana hayolingizdagi narsalar, fikrlar keng bo'lsa, siz oyningiz ham toza bo'ladi. Keng bo'ladi va siz o'sha hayotni, Allohning ne'matlarini to'liq suratda ochiq oydin ko'rasiz. Oynaning sofligi, silliqligi, oynaning yuzasining tekisligi va oyna sathining past yoki balandligiga ham bog'liq bo'ladi bu narsa. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat etib shunday deganlar. Innalloha yatajalla lin-nasi 'ammatan va li Abi Bakrin xossatan. Alloh taolo insonlarga umuman, Abu Bakr radhiyallohu anhuga esa xos holda tajalli etadi. Tariqat va visol holatlari ham Qur'oni Karimning chuqur dengizlaridan hisoblanadi. Sizga tariqat yo'liga yo'llovchi murshid oyat karimalarini jamlab beramiz. Toki siz bu oyat karimalar haqida fikr yuriting. Shoyatki sizga ochilishi lozim bo'lgan narsalar ochilsa. Bu qism ochilgan gul kabi bebahodirdir. Shu yergacha savollar bormi, solihalar? Anaqaga chatga yozsanglar bitta ko'raman, bo'lmasa davom etaman. Savollar bormi? Savol yo'qmi? Lichkaga yozinglar. Lichkaga deyman. Chatga. Xo'p, davom etamiz bo'lmasa. Visol chog'idagi holat tarifi haqida. Bu qism o'zida ruh va Alloh taologa yetishganlar erishadigan ne'matlar zikrini qamrab oladi. Bu turli ne'matlarni jamlovchi jannat so'zidir. Bu ne'matlarning eng oliysi Haq taologa nazar solish lazzatidir. Bu qism yana o'zining doirasiga horuzorlik va tariqatga beparvo bo'lish sababidan Alloh taolodan mahjub bandalarga, ya'ni to'silganlarga bo'ladigan azob zikrini ham oladi. Turli azobi uqubatlarni do'zax iborasi o'zida mujassam qiluvchidir. Alloh taolodan to'silish va uzoqda bo'lish bu azoblarning eng qattig'idir. Alloh taolo barchamizni bundan o'z panohida saqlasin. Shuning uchun ham ko'rib turganingizdek, Haq taolo o'zining oyatida to'silishni muqaddam zikr qilgan. Mutaffifun surasida 15-16 oyatlarda shubha yo'qki, ular o'sha kuni Parvardigorlaridan to'siluvchidirlar. So'ngra albatta ular do'zaxda kuyuvchidirlar. Nasta'uzubillah, Alloh saqlasin. Ushbu qism yana ikki jamoa ahvollarining muqaddimasini ham o'z ichiga oladi. Bu to'planish, tirilish, hisob-kitob qilish, mezon va sirot ko'prigi so'zlari bilan ifodalanadi. Bularning ulug' zohiriy ko'rinishlari bo'lib, ular barcha xaloyiq uchun ravshan namoyon bo'ladi. Yana ularning yashirin sirlari ham bo'lib, ular xos xaloyiq uchundir. Qur'oni Karim oyatlari va suralarning 3dan biri shularning tafsilotiga bag'ishlanadi. Biz barchasini jamlashga urinmaymiz, chunki ular behisobdir. Ammo bu haqda fikr yuritish va bahs olib borish mumkin. Bu qism yashil zumraddir. Bu qismga e'tibor bersak ham ancha ma'lumot olarkanmiz inshaalloh. Tariqat yo'lidagilar va baxtsizlarning ahvollari haqida. Tariqat yo'lidagilar, ya'ni Alloh taologa juda yaqin, Alloh taoloni o'zigagina, ya'ni Alloh bilan band bo'lgan insonlar, bu dunyoni unutgan insonlar. Tariqat yo'lidagilarning ahvollari. Bu payg'ambarlar, valiylar qissalaridan zikr etilgan. Odam, Nuh, Ibrohim, Muso, Harun, Zakariya, Yahyo, Iso, Maryam, Davud, Sulaymon, Yunus, Lut, Idris, Hizr, Shuayb, Ilyos alayhissalom va Muhammad alayhissalom, Jabroil va Mikoil malaikalar va boshqalarning qissalari kabidir. Qaysar va baxtsizlarning ahvollari. Bu Namrud, Fir'aun, Od, Nuh qavmi,
Tubbo qavmi, Ayqa ashoblari, Makka kofirlari, butparastlar, iblis, shayton va boshqalarning qissalari haqida. Bu qissalarning hammasini bittalab o'qiymiz hali inshaalloh. Bu qismning foydasi ogohlantirish, tanbeh va e'tibordan iborat. Bu qism yana chuqur fikr qilish uchun lozim bo'lgan sir va ramziy ishoralarni ham o'z ichiga olgan. Bu ikkisida kulrang anbar va yangi go'zal o'tlar bor. Bu ikkisi haqida ko'plab oyat karimalar mavjud. Ularni talab qilish va bir joyga to'plashga ehtiyoj yo'q. Keyingisi kofirlarning hujjatlari va ularning tortishuvlari. Ravshan hujjatlar oldida sharmanda bo'lishlarining izohi. Ularning hiyla va botillarining kashf bo'lishi haqida. Ular 3 turlidir. Birinchisi, Alloh taologa munosib bo'lmagan narsa bilan uni zikr etish. Masalan, maloikalar Alloh taoloning qizlari, o'g'li, sherigi bor va Alloh 3 taning 3-chisi deb aytish. Astag'firullah. Astag'firullah. Xo'p, ikkinchisi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sehrgar, kohin va yolg'onchi deb aytish. O'sha davrda shunaqa deganlar bo'lgan, shuni bayonini ham ko'ramiz ekan. U zotning payg'ambarliklarini inkor etish. U zot boshqa haloyiq kabi bashardir. Unga ergashish munosib emas deb bilishlik. Xo'p. Uchinchisi, qiyomat kunini inkor etish. Qaytadan tirilish va to'planish, jannat va do'zaxni rad qilish, toat va gunoh oqibatini inkor qilish. Alloh taoloning ular bilan hujjatlar asosida tortishuvida lutf va haqiqatlar mavjud. Ularda katta taryoq, oshqozon va chaklarga tushgan zaharga qarshi ishlatiladigan dori. Ya'ni Alloh taolo, uning rasuli va qiyomatni eslashda katta manfaat bor. Alloh taoloning yana zohir oyatlari ko'pdir. Buni ham kengroq yana keladi davomida. Bu juda ham qalin kitob. 6-qism. Alloh taolo yo'lida tayyorgarlik ko'rish. O'ylarni e'tibor beringlar. O'ylarni, ya'ni fikrlarni o'g'ri va yo'lto'sar qaroqchilardan himoya qilish uchun qurol aslahalarni hozirlashning kayfiyati haqida. Bu yerda ko'p masalalarni juda ham bir o'xshatish, chiroyli qilib yetkazib bergan ekanlar. G'azzoliy rahimahulloh, Alloh ulardan rozi bo'lsin. Alloh taoloning yo'liga safarga chiqqan inson fikrlarini, o'ylarini o'g'ri va yo'lto'sar qaroqchilardan himoya qilish. O'g'ri va yo'lto'sar qaroqchidan murod kim? Ya'ni shaytoniy vasvasalardan, shaytoniy fikrlardan. Ba'zi insonlar bo'ladi, ular ham qalbga fitna berib qo'yadi bir gapi bilan. Ya'ni iymonni zaiflashishiga sababchi bo'lib qoladigan bir bandalar bor. O'shanaqalarni ham masalan o'g'ri va yo'lto'sar deyish mumkin, o'shanaqa insonlarni ham. Mana shulardan fikrlarni, o'ylarni himoya qilishlik kerak. Qurol aslahalarni hozirlashning kayfiyati. Qurol aslahadan murod bu bizni o'zimizni zashitamiz. Ya'ni hayolga nimadir hayollar keldimi, siraz ularga raddiya bildira oladigan bizda bir ma'lumot kerak. Insonda o'sha raddiya bildirishga ma'lumoti bo'lmasa nima qiladi? Hop deb ketadi u, kimdir nimadir desa. Ana shunaqa. Demak, o'g'ri va yo'lto'sar qaroqchilardan himoya qilish uchun biz o'zimizni ma'lumotimiz yetarlicha bo'lishi kerak. Qurol aslahalarimizni hozirlashimiz kerak bo'ladi. Mana shu haqida gaplashamiz. Uning bayoni quyidagicha. Dunyo Alloh taologa yetish yo'lidagi manzillardan biridir. E'tibor beramiz. Dunyo Alloh taologa yetishish manzillaridan biri. Badan, ya'ni har bitta insonni badani, jasad bo'lmaydi, badani bir qayiqdir. Kim manzil va qayiqni tayyorlash tadbirida esankirasa, safari mukammal bo'lmaydi. Kim dunyoda yashash ishini tartibga solmasa, Alloh taologa butunlay o'zini bag'ishlash ishi, ya'ni tariqatda bo'lish ham amalga oshmaydi. Inson badani, jismi sog'lom va nasli avlodi, zurriyoti ham tinch va omon bo'lsagina, shunda uning tariqat yo'li ham mukammal bo'ladi. Inson badani va uning zurriyoti mavjudligi ikkovini saqlash sabablarini vujudga keltirish va ularni turli zarar va halok etuvchilardan himoya qilish bilan bo'ladi. Davomli bo'ladi. Inson badani va nasli zurriyotini saqlash sabablari. Nimaga kerak o'zi bu? Inson jismi hayot bo'lishi uchun unga yemak va ichmak lozim. Nasli zurriyot bardavom bo'lishi uchun
uylanish kerak bo'ladi. Uylanish zarur. Oziq-ovqat hayot uchun sabab bo'ladi. Ayol esa ekin ekish o'rni etib yaratildi. Yaratilish hukmi bilan ayrim taom tanovul qiluvchilar taomlanish va nigohlanishga xos qilinmaydi. Agar bu ishlarda xos vazifalarga doir qonun ta'riflarsiz beparvolik sodir bo'lsa, odamlar bir-birlaridan nafratlanib, o'zaro qirg'in-barot qiladilar. Bu holat ularni tariqat yo'lidan mashg'ul qiladi. Balki ularni halokat sari eltadi. Qur'oni Karim mol-mulkka doir xos qonunlarni oldi-sotdi, ribo, qarz, meros qismi, vojib nafaqa, o'ljalar qismi, sadaqalar, nigohlar, qul ozod qilish, ozod bo'lish haqidagi yozishmalar, qul va asir bo'lishga doir oyatlarda ravshan sharh qildi. Bu fanlar zavj va taloq ilmi ham bor, hozir sanaganlarim ichida, va muomalat ilmi ham bor. Shar'iy ilmlardan xabari bor insonlar bu narsalarni tushunadi. Ular orqali tuhmat bo'lganda iqror bo'lish, qasam ichish va guvohlar keltirish kayfiyatlarini tanitdi. Qur'oni Karim yana ayollarga xos ishlarni nikoh, taloq, rajoat, idda, xulu, mahr, ilo, zihor, la'natlash oyatlari bilan bayon qildi. Zavj va taloq ilmida bor ma'lumotlar bular hammasi. Nasab, emikdoshlik va qudachilik orqali vujudga kelgan mahramlikka doir oyatlarni ham bildirdi. Qaranglar, shar'iy ilmlar qayerdan kelib chiqqan? Hammasi Qur'ondan chiqqan. Ya'ni Qur'ondan dalil qilib olingan. Masalan, hozir sanalgan narsalar, ma'lumotlar hammasi Qur'onda bor. O'shani ma'lum bir fan qilib, ma'lum bir ilm qilib ajratib olimlarimiz ajratishgan. Chunki Qur'onni hamma ham tushunmaydi, hamma ham idrok qilmaydi. Bundan oldin aytgan masalamda muomalat ilmi bu savdo-sotiq ilmi. Savdogarlar bilishi farz bo'lgan ilm. Masalan, boshqalarga farz bo'lmaydi bu ilm. Lekin savdo bilan shug'ullanadigan savdogarlar uchun bu ilmi farz. Chunki ular o'sha ishni ichida xato qilib qo'ymasligi kerak bo'ladi. Muomalat ilmi. O'sha masalalar ham Qur'onda sobit bo'lgan, ya'ni Qur'onda kelgan. Hozirgi sanalgan, masalan, taloq, mahr, ilo, zihor, hammasi. Bularning hammasi ham Qur'onda sobit bo'lgan va shu ma'lumotlarni birlashtirilgan, bizga keng, chaynab, tushuntirilgan ilm bu zavj va taloq ilmi hisoblanadi. Keyingisi, nasab, emikdoshlik, qudachilik orqali vujudga kelgan mahramlikka doir oyatlarni ham bildirdi. Ya'ni bu ma'lumotlar hammasi zavj va taloq ilmlari. Keyingisi, inson badanini va naslini fasoddan himoya qilish sabablari esa ikkisini himoya qiluvchi qat'iy jazolardir. Bunga kofirlar bilan qital qilish, bosqinchilikka va unga qiziqtiruvchilarga qarshi urushish, turli badan jazolari, jarimalar, ta'zir berish, kaforatlar, xullar va qasos olish kabilar kiradi. Bu masalani to'liq yoritmayman, chunki bu shar'iy masalalar. Qasos va xun inson halok etilsa yoki tana a'zolaridan biriga zarar yetkazilgan vaqtda beriladi. O'g'rilik va yo'lto'sarlik uchun belgilangan qo'l kesish jazosi hayot kechirishdagi asosiy omillardan biri bo'lmish mol-mulk himoyasi uchundir. Xo'p, zino. Xo'p, qaranglar, bu masalalarni to'liq yoritmayman. Chunki ilm ichida bo'lmagan inson noto'g'ri tushunsa, birovga noto'g'ri yetkazsa, fitna bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun shunchaki o'qib ketamiz bu yerda. Zino, lo'ttibozlik va nohaq haqorat qilish uchun belgilangan jazo esa nasl va nasabni toza saqlash. Er-xotinlik aloqalari va ko'payish yo'li fasodga aylanishiga qarshi qaratilgan chora hisoblanadi. Xo'p, kufr ahliga qarshi jihod va kurashish haqni inkor qiluvchilar tomonidan Alloh taologa yetishishda hayot va din va diyonat asboblariga futur yetkazilishidan saqlash uchundir. Xo'p, demak, mazkur 10 qismdan barcha diniy ilmlarning kelib chiqish kayfiyati haqida. Hozir siz mana shu 10 qismdan qanday qilib diniy ilmlar kelib chiqishini va maqsadga uzoq va yaqin bo'lishda bu ilmlarning darajalari qandayligini bilishni istaysiz. Ilmlar sadaf, javohir va marjon ilmlariga bo'linganini bilganingizda sizga bular yaxshi ma'lum bo'ladi. Ya'ni bizda masalan har bitta insonni darajalari bo'ladi Alloh oldida. Va o'sha masalan siz bir darajada bir qaysi darajadasiz degan, o'sha darajada qotib qolasiz degani emas. Sizni u harakatingizga bog'liq bo'ladi. Masalan, qaraymiz. Qur'onni tajvidsiz, mahrajsiz shunchaki o'qiydigan inson
pastda turadigan bo'lsa, Qur'onni tajvid bilan, mahraji bilan 100% chiroyli qiroat qiladigan inson haligi tajvidsiz o'qiydigan insondan, mahrajsiz o'qiydigan insondan yuqoriroq pog'onada bo'ladi. Darajasi yuqoriroq bo'ladi. Sarf ilmini, nahv ilmini, ya'ni arab tili grammatikasini bilib turib, o'qiydigan inson mana bu tajvid mahraj bilan o'qiydigan insondan ham martabasi ulug'roq bo'ladi. Lekin tafsiri bilan, ya'ni arab tilini juda ham mukammal suratda biladi va har bitta oyatda nima ketyapti, nima 100% biladigan inson, ya'ni tafsiri bilan o'qiydigan inson haligi arab tilini bilib o'qiydigan insondan ham martabasi ulug'roq turar ekan. Sadaf ilmlari haqida gaplashamiz. Shu yergacha savollar bormi? Kanaldagi chatga yozsanglar bo'ladi, qizlar. Tushunarli bo'lyaptimi? Chatga yozsanglar men bilib olardim. Sadaf ilmlari haqida biling, biz ishora qilgan mana shu haqiqatlarning o'ziga yarasha sirlari va javohirlari mavjud. Ularning sadaflari ham bor. Birinchi bo'lib sadaf ko'zga tashlanadi. Keyin ayrim misolga aytuvchilar sadaf ustidagi sadafga to'xtashadi. Ulardan ba'zilari esa sadafni ochib, ichidan durini chiqarib oladilar. Ya'ni, masalan qaranglar, Qur'onni dengizga o'xshatdik-a. Dengizni mana bu sahilida turgan inson dengizni ichida nima borligini bilmaydi. Ya'ni Qur'onni ichida qanchalik bir boy, qancha mo'jiza, masalan Alloh taologa qanchalik yaqin bo'la olishlik, Alloh bilan haqiqatda suhbat qila olishlik, Alloh taoloni bilan o'rtadagi qurbat yaqin bo'lishligini dengizni qirog'ida, sohilida turgan odam his qilmaydi. U harakat qilish kerak banda o'zi. Dengiz ichiga suzishga, u dengiz ichidan javohirlarni topib, u javohirlarni ochishlikka, ya'ni hammasiga bandani o'zi harakat qilish kerak bo'ladi. Keyin ayrim misolga aytuvchilar sadaf ustidagi sadafga to'xtashadi. Ulardan ba'zilari esa sadafni ochib, ichidan durini chiqarib oladilar. Qur'oni Karim javohirlarining sadafi xuddi shu kabidir. Uning kisvasi, ya'ni po'shishi esa arab tilidir. E'tibor beringlar. Qur'oni Karimni javohirlarning sadafi xuddi shu kabidir. Uning kisvasi, ya'ni masalan bir danak desak, masalan deylik, sho'rdanak deydigan bo'lsak, uni mag'zini shuni ochsak ichida, to'g'rimi? Haqiqiy mevasi, haqiqiy naqasi ichida. Anorni ham po'stlog'i bor, po'stlog'ini olsakkina ichida uni haqiqiy mazasi, uni mevasi ichida bo'ladi, tashqarisida emas. Anorni ushlab turib ishtimamas ekan bu deyish, bu g'alati. Uni ocha olish kerak. Va mana shu ocha olishlik, mana bu ichini ochishlik arab tilidir deyilyapti. Chunki Qur'onni o'qisangiz, uni anglamasangiz, uni tushunmasangiz, siz o'shani birinchi darajada qotib turaverasizda. U darajadan tepaga darajaga chiqish kerak, inson harakat qilishi kerak. Ana shu sadafdan 5 ilm tarqaladi. Birinchisi post, sadaf va kisva ilmi. Ikkinchisi Qur'oni Karim lafzlaridan kelib chiqadigan arab tili. Uchinchisi Qur'oni Karim lafzlari e'robidan nahvu, ya'ni grammatika ilmi. Qur'oni Karim oyatlari e'robi, ya'ni o'qilish yo'llaridan qiroatlar ilmi. To'rtinchisi Qur'oni Karim harflarini talaffuz qilish kayfiyatidan harflarni o'z mahrajidan chiqarish ilmi. Beshinchisi ma'nolarning bosh qismidan nutq vujudga keladi. Bu ovoz hisoblanadi. So'ng ovozlarning bo'linishidan harf vujudga keladi. Keyin esa harflar jamlangan vaqtda so'zga aylanadi. Ba'zi jamlangan harflar ma'lum bo'lganda ular arab tiliga aylanadi. Keyin harflar bo'linishi bilan i'robga aylanadi. So'ngra ba'zi i'rob sabablari ma'lum bo'lishi bilan 7 qiroatga mansub bir qiroatga aylanadi. Masalan, bizda qiroatlarning ham har xil uslublari bor. Masalan, har xil qiroatlar bor. Keyin arabcha so'z to'g'ri i'robli bo'lsa, u ma'nolardan biriga dalolat qiladi. Va zohiriy tafsir uchun hukm qiladi. Bu 5-ilmdir. Bular sadaf va qobiq ilmlaridir. Ammo bular ham bir xil darajada bo'lmaydi. Balki sadafning durga yopishgan ichki
ko'rinishi mavjud bo'lib, u yonma-yon va doimo yopishib turgani uchun ham durga o'xshash bo'ladi. Sadafning tashqi ko'rinishi durga tegmay, uzoqda bo'lgani uchun ham boshqa qimmatli toshlarga o'xshash bo'ladi. Qur'oni Karim sadafi ham xuddi mana shundaydir. Uning tashqi yuzi ovozdir. Undan keyin esa harflarni aytishda ularni mahrajlaridan to'g'ri chiqarish ilmi keladi. Bu ilm sohibini tovush orqali harflarni o'z o'rnidan chiqarish haqidagi ilm sohibi deb bilinadi. E'tibor beringlar. Ya'ni tajvidni mahraji bilgan insonni shu ilmni sohibi deyiladi. Ya'ni o'sha darajada turibdi u. Bu ilm sohibi durning o'zi u yoqda tursin, hatto sadaf botindan uzoqda bo'lgan tashqi qavat ilmi sohibidir. Ya'ni u hali yaqinlashmadi u ne'matlarga. Xo'p, bir toifaning nodonligi shunga yetib bordiki, ular Qur'oni Karimni harflar va ovozlardan iborat deb gumonda bo'lishdi. Bu ham aqidaviy masala. Ular shunga binoan Qur'oni Karimni maxluq deb bilishdi. Zero harflar va ovozlar haqiqatda ham maxluqdir. Ularning o'zlari yoki aqllari toshbo'ron qilishga munosibdir. Xo'p, bu narsalarni sharhlaymi yo'qmi bilmayapman, chunki bu aqidaviy masalalarda. Yoki esa ularning qattiq ta'zirlarini berish yoki ularga nisbatan qo'pol muomalada bo'lish lozim. Qur'oni Karim dunyosi va uning oliy darajadagi ilmlarini ko'rmasdan, undan uzoqda joylashgan postni ko'rishlaridagi musibatning o'zi ularga kifoya qilmaydi. Bu holat sizga qorining ilm darajasini tanitadi. Zero bu ilm harflarni mahrajidan to'g'ri chiqarish bilan bilinadi. Ya'ni, masalan, buni nimaga qiyoslasak bo'ladi? Aytganimdek, anorni ichida mevasi bor. U ichida meva borligini bilmasdan turib, uni ichida maza borligini bilmasdan turib, shunchaki postlog'ini ushlab turib, noto'g'ri gapirishi mumkin tashqaridagi insonlar. Bu yerdagi hozirgi voqeada bu kim aytdi bu gapni? Ya'ni Qur'onni maxluq deb aytadi. Bu aqidaviy masalalar va ularga raddiyalar bildiriladi. Raddiya degani Qur'ondan dalil keltirilib, ularning gapi inkor qilinadi va isbotlanadi. Shu gapini ularni noto'g'riligini isbotlab beradi navbatdagi musulmon olimlar. Islom jamiyatidagi olimlar isbotlab berishadi. Nima bilan desanglar, Qur'ondagi dalil oyatlar bilan o'sha oyatlarni dalil qilib keltirib beriladi. Bu hozirgi masalalar, hozirgi aytgan gaplarim hammasi aqidaviy masalalar. Hozir men to'liq yoritmayman buni. Undan keyingi o'rinda Qur'oni Karim lug'atiga doir ilm keladi. Lug'atiga oid. Bu ilm o'z ichiga masalan Qur'oni Karim oyatlari tarjimalarini va unga yaqin bo'lgan Qur'oni Karim lafzlaridagi g'arib so'zlarni bilish ilmini ham qamrab oladi. Keyin ushbu darajaga yaqin bo'lgan lug'at e'robi haqidagi ilm keladi. Bu nahv ilmidir. Ya'ni arab tilidagi nahv ilmini biladigan inson. Bu ilm bir yo'l bilan e'rob ilmidan keyin keladi. Zero e'rob o'zgargan ismdan keyin keladi. Lekin darajada unga qo'shilib, lug'atda ergashuvchiga o'xshab undan keyin keladi. So'ngra qiroatlar ilmi keladi. Qiroatlar ilmi kelyapti. Bu ilm orqali e'rob yo'llari va ovoz mahrajlarining ko'rinishi bilinadi. Qur'oni Karimdagi bu ilm lug'at va nahvdan ham xosroq ilmdir. Lekin bu ilm lug'at va nahvga qaraganda ortiqcha ilmlardan hisoblanadi. Lug'at va nahv esa ikki zaruriy ilm hisoblanadi. E'tibor beringlar. Nahv ilmida arab tilidagi jamiki kalimalarni e'roblari haqidagi masala, ya'ni nahv ilmini bilamiz, e'robsiz o'qishni o'rganadi nahv ilmida talab ilmlar. Xo'p, bu yerda lug'at va nahv ikki zaruriy ilm deyilyapti Qur'onga. Xo'p, lug'at va nahv ilmlaridan xabardor kishi qiroatlar ilmidan boshqa ilmlarni bilmaydigan kishidan ko'ra darajasi va qadri baland hisoblanadi. Tepada aytgan masalam. Ya'ni, masalan, qiroatni, ma'lum bir qiroati bor insonni va harflarni mahrajidan chiqaradi, chiroyli qiroati bor, lekin Qur'onni hali u anglamadi. Tarjimasini bilmaydi. Qaysi oyatda nima deyilyapti, nima deyapti, aytda nimaga nahiy bo'lyapti, nimaga munkar, ya'ni nimaga chaqirilyapmiz biz, nimadan qaytarilyapmiz. O'sha narsalarni oyatni fahmlamasdan shunchaki o'qib ketadigan banda, shunchaki qiroat qiladigan bandadan deyilyapti. Nahv va lug'at boyligi bor. Ya'ni arab tili grammatikasini biladigan insonning darajasi nima ekan? Undan yuqoriroq va mana bu shunchaki o'qiydigan, shunchaki emas endi. Nima deydi?
mahraj bilan, tajvid bilan chiqaradigan bandadan qadri baland bo'ladi. Chunki Alloh taoloning oldida har bitta inson ilm jihatidan, e'tiqodi, iymoni, insofi hamma tomonlama darajaga bo'lingan bo'ladi. Shuning uchun bu yerda nahv bilan lug'at boyligi bor inson mana shu ilmlarni sohibi. Demak, mana bu Qur'onni tajvid bilan, mahraj bilan o'qiydigan qiroati bor insondan afzalroq bo'ladi. Ularning darajalari turlicha bo'lsa ham, barchalari sadaf va po'st atrofida aylanadi. Chunki mana po'stlar tashqarisida yuribdi ular hali. Ichkari mevani ichiga kira olmadi hali. Keyin esa zohir tafsir ilmi keladi. E'tibor beringlar, zohir tafsir ilmi. Bu ilm dur tegib turgan yaqin sadafning oxirgi tabaqasidir. Sal yaqinlashamiz. Shuning uchun ham sadaf durga juda o'xshab ketadi. Va hatto gumondorlar uni dur deb gumon qiladilar. Bu ilm ortida bundan ko'ra nafisroq ilm yo'q. Aksar kishilar shunga qanoat hosil qilishgan. Ularning aldanish va mahrum bo'lishlari naqadar katta bo'ldi. Chunki ular o'z darajalarining ortidan boshqa biror daraja yo'q deb gumon qiladilar. E'tibor beringlar, tafsir darajasiga keldi-da, Qur'onni har bitta bo'lib turgan voqealarni nimaga bo'lyapti, fikrladi, tushundi. Tafsirda shunchaki tarjima bo'lmaydi. Arab tilini biladigan inson tarjima qiladi, lekin 100% tarjima qila olmaydi. Qanaqa ma'noda? O'sha masalan tarjimada qildi, masalan bir oyat tarjima qildi-da, o'sha oyatdan murod nima? U oyat nimaga nozil bo'lgan? Qachon nozil bo'lgan? Nima sababdan nozil bo'lgan? U oyatning kelishidan sabab nima bizga? Ana o'sha ilmni tafsir ilmida o'rganadi banda. Shuning uchun prosta nahv bilan grammatika biladigan insondan tafsir ilmini biladigan inson yana ham tepada turadi. Yana ham uni darajasi balandroq hisoblanadi. Lekin ba'zi insonlar mashta to'xtab qoladi deyilyapti. Ya'ni o'sha yerdan uyog'iga boshqa ilm yo'q deb o'ylaydi. Deyilyapti. Zero tafsir ilmi boshqa ilmlarga nisbatan sharafli ilmdir. Tafsir ilmi u ilmlar uchun iroda etilmaydi. Balki mazkur ilmlar tafsir ilmi uchun xohlanadi va istaladi. Xo'p, agar mazkur barcha tabaqalar sohiblari o'z ilmlarining shartlarini bajarsalar, ularni saqlaydilar va u ilmlarni munosib ado etadilar. Alloh taolo ularning sa'y-harakatlarini mukofotlaydi, yuzlarini esa ravshan qiladi. Bu haqda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat etib shunday deydilar: "Mening so'zimni eshitib, uni anglab, yod olib, so'ng uni boshqalarga eshitganidek yetkazgan kishini Alloh yorlaqasin." Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni gaplarini, so'zlarini, masalan hadis bo'ladi. Shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam gapirgan gaplarini hadis deymiz biz. O'sha so'zlarni sahobalar tobiinlarga, tobiinlar tobiinlarga yetkazishgan va o'rtada hech qaysi bir tushib qolmagan so'z yokida ziyoda ham bo'lmagan. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mendan qanaqa eshitsanglar shunaqa yetkazinglar deganlar. O'rtada qaysidir so'z qo'shilsa yoki qaysidir so'z tushib ketib qolsa, bizda ma'no juda katta o'zgarib ketishi mumkin, biz bilmagan holatda. Shuning uchun xuddi shunaqa qanaqa eshitgan bo'lsa, shunaqa yetkazgan insonni Alloh yorlaqasin degan ekanlar. Ular eshitishdi. Ya'ni sahobalar eshitishdi. Sahobalar o'zi kimlar? Qani, chatga yozinglar-chi, sahobalar o'zi kimlar? Kim biladi? Sahobalar o'zi kimlar? Kim deb o'ylaysizlar sahobalarni? Solihalar, sahobalar kimligini yozaylik-chi chatga. Ozgina qoldi, shu mavzuni tugatib qo'yamiz. Xo'p. Sahobalar degani bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga yashagan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan suhbatlashgan insonlar. Na'am, Mehriniso to'g'ri yozibdilar, barakallohu fik. Demak, o'sha paytda sahobalar deylik, Alloh taolo sahobalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam gaplarini eshitishdi va eshitganlarini boshqalarga to'la yetkazishdi. Hech nima bir so'z qo'shmasdan, hech bir so'zni ziyoda qilmasdan o'zlaridan shundaycha yetkazishdi. Ularga eshitganlarini xotirada saqlaganlari va saqlaganlarini to'la ado etganlari uchun savob beriladi. Nimaga? Qaranglar, hozirgi tolibi ilmlar bilan oldingi tolibi ilmlarning nima farqi bor? Yozinglar-chi, sizlar fikringlarni biling.
Dars oxiri hozir o'zaro muhokama qilamiz. Xo'p, hammanglarning mikrofoninglarni ochaman. Xo'p, so'zlamoqchi bo'lganlar gapirsanglar bo'ladi. Dars yuzasidan o'zaro suhbat va darsimizni yakunlaymiz. Ertaga ham xuddi shu vaqtda davom etamiz. Hozir men qaysi sahifada to'xtaganimizni ham aytaman. Qani, hozir bergan savolimga kim javob bera oladi? Solihalar. Hozirgi talab ilmlar bilan oldingi talab ilmlarning farqi nima deb o'ylaysizlar? Sahih, barakalloh. Xotira va diqqatda. Qaranglar, yana bitta narsa bor bu yerda. Oldingi, masalan, sahobalar ham talab ilm. Talab ilm o'zi nima degani? Arab tilida talaba fe'li talab qildi degani. Talibun fa'ilun vazniga solinishi orqali u fe'ldan ism fa'il yasaladi. Ya'ni talab qiluvchi banda. Masalan, aytishim mumkin, talibul ilm, ilmni talab qiluvchi banda yokida talibul mal, molni talab qiluvchi banda. Ya'ni kimdir nimadir, hamma har nimani talab qiladi. Ya'ni talibul ilm, ilm talabidagi inson. Oldin masalan sahobalar ilmlarni, o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bo'lgan jamiki ma'lumotlarni sumkaga va kitobga yozib olib, sumkada ko'tarib yurishmaganda, ular xotiraga joylashgan sirasi. Bizsiz talib ilmlar nima qilishadi? Ba'zi taliblar bor, hattoki daftarga yozgani erinadi. Xotira tugul, shunchaki daftarga yozgani erinadi. Ba'zi talibalar uni daftarga ko'chiradi-da, bo'ldi, u daftarni sumkada ko'tarib yuradi, ag'dan-baqa. U ma'lumot miya orqali qalbga singmaydi. Na'am, to'g'ri, o'qiganiga amal qilishgan. Asosiy farq shunda. Oldingi talab ilmlar sumkada, kitobda ko'tarishmagan ma'lumotlarni, ilmlarni. Avvalo xotirada, undan keyin amalda. Na'am, xotiradan amalga ham ko'chira olishgan. Daftarga ko'chirilgan ilm, u xotiraga joylanmasa, xotiradan sekin amalga ko'chmasa, u ilmdan kimga nima naf? To'g'rimi? Xo'p, oxiriga yetkazib qo'yamiz. Ularga eshitganlarini xotirada saqlaganliklari va saqlaganlarini to'la ado etganlari uchun savob beriladi. Inshaalloh. Ular eshitganlarini o'zlaridan ko'ra ilmliroq yoki ilmi kamroqlarga yetkazishdi. Tafsir ilmida oyat ma'nosini naql qilishda qisqa tafsir qiluvchi mufassir eshitish va yetkazishda Qur'oni Karimni va hadis shariflarni hifz qilib, ularni o'zi bilan olib yuruvchi va ularni boshqalarga to'la yetkazuvchilar kabidir. Ya'ni o'sha paytda sahobalar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga yashagan sahobalar qori bo'lishgan, murattab qori bo'lishgan, ba'zilar hadisshunos bo'lishgan. Ya'ni qaranglar, Qur'onni yod olgan, to'liq yod olgan inson hofizul Qur'on bo'ladigan bo'lsa, hadisni yodlagan insonlar ham bo'ladi. Hadisshunos deyiladi. Ular hadisni, sahih hadislarni 100% yodlab olgan bo'lishadi va Qur'onga masalan o'zlaridan so'z qo'shib, uni so'z tashashlik mumkin bo'lmaganidek, hadis yodlaydigan insonlar ham xuddi o'shanaqa. Qanaqa bo'lsa, xuddi shunday yodlab olishgan. Va mana bu yerda aytilayotgan masalada ham sahobalar masalan Qur'onni yodlagan insonlar ham yodlab, mana shunaqangi tafsir mufassirchilarga aytib turishgan. Hadisshunoslar ham xuddi shunaqa yodlagan hadislarini aytib turishgan. Ya'ni hamma narsa xotiraga 100% joylangan o'sha paytda. Shu kabi hadis ilmi ham e'tibor beringlar. Qiroat va harflarning mahrajlarini to'g'rilash ilmidan tashqari mazkur qismlar kabi qismlarga bo'linadi. Hadis hofizi degani hadisni yodlagan insonlar, jamiki hadislarni yodlagan insonlar va roviyning darajasi. Bizda roviylarning ham darajalari bo'ladi. Buni hadis ilmida batafsil yoritiladi. Xo'p, roviyning darajasi Qur'oni Karim muallimi va uni hifz etuvchining darajasi kabidir. E'tibor beringlar. Hadis hofizi va roviyning darajasi. Hadisni yodlagan inson bilan Qur'oni Karim muallimi, ya'ni Qur'oni Karimdan dars beradigan ustoz va uni hifz qilgan, yod olgan inson bilan darajasi teng bo'lar ekan. Xo'p, Qur'oni Karimning zohiriy ma'nolarini biluvchining darajasi mufassirning darajasi kabidir. Hadis roviylari ismlarini bilish ilmiga ahamiyat beruvchining darajasi esa
nahv va lug'at ahlining darajasi kabidir. Ya'ni hadislarni shunchaki eshitib ketish emas, uni kim roviy qilyapti? U roviy kim? Qaysi paytda yashagan? Qanaqangi kimlar bilan yashagan? Mana shularga e'tibor beradigan, mana shu roviylar haqida ham ma'lumotga ega bo'lgan inson nahv va lug'at ilmini biladigan inson bilan darajasi teng bo'lar ekan. Zero san'at va rivoyat ilmi naql qilishning asbobidir. Naql qilish asbobining salohiyatli bo'lishida roviylarning adolatli bo'lishi shart qilingan. Xo'p, roviylarni bilish va ularning ahvollaridan xabardor bo'lish asbob ma'rifati va asbob shartini bilishga bog'liq. Bularning barchasi sadafga doir ilmlardir. Xo'p, demak bizda 26-betga kelib to'xtadik. Har kuni 1 soatdan o'qiymiz, inshaalloh. Shu vaqtda o'qiymiz odatda, harakat qilaman shu vaqtda. Qachonki o'zim mutolaa qilganimda kanalda ham chat yoqaman. Agar mavzuni qaytadan eshitmoqchi bo'lsanglar, zapis qildim. Yuborib qo'yaman zapisini ham kanalga. Yaqininglar bo'lsa, boshidan qo'shilsa mutolaaga tushunishlari, birgalikda fahm qilib, keng tushunishlariga yordam bo'ladi. Savolinglar bormi?